90% inson rakvina tanlayotgan mahalda bir xil muammoga duch keladi. Hozir muammoni siz bilan birga ko'rib chiqamiz. Odatda rakvina tanlayotgan mahalingizda sanuzalingizning katta yoki kichkinaligiga alohida ahamiyat bering. Agarda sizda standart razmerdagi sanuzellar bo'ladigan bo'lsa, 60 sm dan 80 sm gacha bo'lgan sanuzel rakvinalarimizni tavsiya beramiz. Agarda sizda premium, hajmi katta bo'lgan sanuzellarimiz bo'ladigan bo'lsa, 1 metrdan 120 sm gacha bo'lgan sanuzel rakvinalarimizni tavsiya beramiz. Rakvinalarimizni o'rnatayotgan mahalingizda poldan 80-90 sm balandlikda o'rnatishingizni tavsiya beramiz. Devordan qochish razmerlari bo'ladigan bo'lsa, 45-50 sm gacha bo'lishi lozim. Rakvinamizga smesитель o'rnatayotgan vaqtingizda smesительni rakvinadan qancha balandligiga e'tibor bering. 15-20 standart razmerda bo'ladi. Undan tashqari katta e'tibor beradigan narsa rakvinamizning oynasi bo'ladi. Rakvinamizning oynasini ko'z balandligida, ya'ni rakvinadan 15-25 sm balandlikda qo'yishingiz lozim. Foydali ma'lumotlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun sahifamizga obuna bo'ling.